Xo'p, tahlilimizni boshlaymiz. Xo'p, ya'ni Usmonov 37-mavzu b kvadrat tenglama keltirib yechiladigan tenglamalar. Demak, hozir sizlar 3-misolni 7-sini so'ragansizlar, qanday tartibda yechiladi, diqqat bilan qaranglar. Bunga o'xshagan tenglamalarda faqat surat ishlanadi deb o'rgatdim, to'g'rimi? Suratni 0 ga tenglasak nima bo'ladi? X kvadrat plusdan 5x teng 0. Bu o'zimizda kvadrat tenglama. X taqsimotga chiqarib ishlaymiz mana bunday, to'g'rimi? X teng 0 va x plus 5 teng 0. Shunda x topsak -5. Ko'rib turibsizlar, tenglama ikkita yechimga ega bo'lgan. Va bu ikkita yechimdan mana bunisi yechim bo'ladi, mana bunisi bo'shliqdan bo'ladi. Demak, javobga sen qaysini olasan? X teng -5 ni olasan. Nima uchun 0 ni olmadik? Chunki 0 ni mahrajga qo'ysak 0 qo'yadi. Mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Endi keyingi bu savolni yechishni boshlaymiz. Buni ham 0 ga tenglasak, faqat surat 0 ga tenglanadi, bilasizlar. Demak, mana bu yerdan x taqsimotga chiqarib olsak, 1 - 3x bo'ladi-ku, teng 0. To'g'rimi? X teng 0 va 1 - 3x ni ham 0 ga tenglasak, -3x barobar -1, x barobar -1 bo'lingan -3 bo'ladi. Ikkita minus bo'linsa plus bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizlar, bunday ikkita yechim chiqqan. Bu yerda mana bunisi javob bo'la olmaydi, chunki 0 mahrajga qo'ysak 0 bo'lib qoladi. Bunisini javob qilib olsang bo'ladi. Demak, bu tenglama ko'rib turibsizlar, bitta yechimga ega ekan. Menimcha hamma tushundi. Endi 5-misolning 6-sini ko'ramiz. 5-misolimizning 6-sida quyidagicha berilgan ekan, mana qaranglar. 2 taqsim x minusdan 5 plusdan 14 taqsim x teng 3. Tenglama yechimga. Hurmatli o'quvchilar, bunga o'xshagan tenglamalarni yechishda nima qilishimiz kerak? Mahraj berib tashlab yuborardik. To'g'rimi? Mahraj berishdan biz o'rganganmiz, bilasizlar. Umumiy mahraj mana bunga x, bungacha x minus 5, bungacha ham x kerak, ham x minus 5 kerak. To'g'rimi? Demak, 2x plusdan bu 14 ta x minus 5 teng 3 ta x minus 5. Bu mahraj tushib ketdi. Demak, bu mahraj berib tashlab yuborib ketaverasizlar. Mahraj nimaligini, qanday berish kerakligini Usmonov 21-darslikda, ya'ni 7-sinfda o'tganmiz. To'g'rimi? Ana endi 2x plusdan qavuslovchi, mana qavuslovchi -15 ta x bo'ladimi? Soddalashtirib olamiz. Bu ikkalasini qo'shsak nima bo'ladi? 16 ta x minus 70, bu tarafi esa 3 ta x kvadrat minus 15 ta x bo'ladi. Ana endi shu joyga kelganida shakl almashtirish olsak bo'ladimi? Shakl almashtirish bu tarafga o'tadi. Bu esa bu tarafga o'tadi. Ana. Hech qanaqa ishora o'zgarmaydi. 15x minus 16x bu ham bu yoqqa o'tib oladi. Hammasi bir tarafga o'tkazamiz. Ana endi o'xshash xatlarni ixchamga tashlaymiz. Demak, 3x kvadrat turaveradi. Bu ikkovi o'xshash minus 31x plus 70 teng 0. Demak, mana shu tenglamani yechamiz. Bu tenglamani yechishda demak, nima qilamiz? Kvadrat tenglama-ku. Ya'ni xohlasak diskriminant usulida ishlaymiz, xohlasak mana bunday qilsak bo'ladi. To'g'rimi? X kvadrat minus 31x 31 ta x plus bu yoqqa ko'paysa 270 bo'ladi. Adashib ketdim. 210 bo'ladi. To'g'rimi? Necha karra necha qilsak bo'ladi? Bu yetkazilsak. 21 karra 10. Ko'paytirsak 210, qo'shsak 31 deb beradi. Lekin haqiqiy javobga qaytishimiz uchun nima bo'ladi? 21 ni 3 ga bo'lamiz 7, 10 ni 3 ga bo'lamiz 10 taqsim 3. To'g'rimi? Bizda hozir yuqoridagi mana bu tenglamani yechganimizda ikkita yechim chiqdi. Bu chiqqan yechimlarning ikkalasi ham javob bo'la oladi. Nima uchun? Chunki chiqqan javobimiz 5 va 0 chiqmasa bo'ldi. Chunki 5 chiqsa buni mahrajini 0 qilib qo'yadi, 0 chiqsa buni 0 qilib qo'yadi. 5 bilan 0 dan boshqa qanaqa javob chiqishidan qat'iy nazar hammasi javob bo'la oladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, hozir sizlar bilan 3 ta savol tahlilini ko'ring. Marhamat, dastkafda ko'chirib olasiz. Menimcha tushunarli. Hop. 5-25-sini boshlaymiz yechimini. Hurmatli o'quvchilar, kasrlikku umumiy mahraj berib tashlab beraverasan, lekin mahraj berib tashlashdan oldin mana bu chiziqli ko'paytirishga ajratasan. Kvadrat uchqatni chiziqli ko'paytirishga ajratish sizlar bilan biz o'rgangan edik. Chiziqli ko'paytirishga buni ajrataman. Ketdik, boshlaymiz. x minus 3 mana bu yerga ajratsak 2 karra 3 bo'ladimi? X minus 2 yu x minus 3 bo'lib ajraladi bu. To'g'rimi? Teng, diqqat. Mana buni tagini bitta aylantira olaman. Shu aylantirgan hisobiga oldiga minus chiqaradi. Biz buni gapirganmiz. To'g'ri, bitta aylantirsa oldiga minus chiqaradi. Ana endi mahraj aniq va tiniq ko'rindi buni ajratganimizdan keyin va mana buni aylantirganimizdan keyin mahraj nimaga ko'rinib qoldi. Demak, mana bu x ga nima kerak? X minus 2 kerak. Bunga hech narsa shart emas, tushib ketadi. Mana bunga esa x minus 3 kerak. Bu mahrajga tushib ketdi. X ga x minus 2 ko'paydi, 3 o'zi qoldi. Bu tarafda esa minus 3 ga x minus 3 ko'paygan holati qoldi. Bu mana shu tenglamani ishlab tashlaverasiz. Yuqorida ko'ringan tenglama qiyinlatib yurgani bilan mana bu mahraj bersak, sodda holatga kelib qoladi. Qavus ochamiz. X kvadrat minus 2 ta x plus 3
minus 3'te 2 plus 9 bo'ladi. X kvadrat minus 2x plus 3 plus 3'te 2 minus 9 teng 0. Demak x kvadrat minus plus qarama qarshi x deb beradi. 3 dan 9 ayirsak minus 6 bo'ladi teng 0. Mana shu tenglamani yechamiz. Tenglamani yechganimizda ogohlantirib aytib qo'yapman. Tenglamani yechganimizda chiqqan javobimiz 3 bilan 2 chiqmasligi kerak. 3 chiqsa mana bu mahrajni 0 qilib qo'yadi. 2 qo'ysa buniki. 3 bilan 2 dan boshqa hammasi javob bo'ladi. Buni bu yerga ajratsak minus 3 kara 2 bo'ladi. Ko'paytirsak minus 6, qo'shsak plus 1 emas, minus 1 deb berish kerak-ku. Xohlasak diskriminator orqali ishlash shu javoblarni olasan. Demak, tenglamani yechimi minus 3, tenglamani yechimi 2. Mana bunisiga javob beramiz, bunisi mahv qolamiz. Chunki 2 nimaga bo'lsa 0 qilib qo'yaman mahrajni. Minus 3 0 qilmaydi lekin. Demak, javob minus 3. Hamma tushunda? Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz 9-savol. 25 ni 5 ning 9i. Mana bunday misol ekan. 1 taqsim x minus 3 plus 1 taqsim x plus 3 barobar 5 taqsim 8. Tenglamani yeching degan. Shu gap umumiy mahraj deb tashlayveramiz. Umumiy mahraj mana bu 1 ga nima kerak? 8 kerak va x plus 3 ham kerak. Mana bunga esa 8 kerak ham x minus 3 ham kerak. Mana bu 5 ga x minus 3 kerak va x plus 3 kerak. Chunki mahrajda 8 bor o'zi. Demak, mana bu 1 ga 8x plus 3 ko'paydi plus bu 1 ga esa 8x minus ko'paydi. Chunki plusi bor pastda. Bu 5 ga x minus 3 va x plus 3 ko'paydi. Bu umumiy mahraj berib tashlab ketdi. Tushundingmi? Yana buni soddalashtirib tashlayman. Qavs olsak 8x plus 24, 8x minus 24. 5. Mana bu formula bo'yicha yig'ishtirib olsak x kvadrat minus 9 bo'ladi. Bu yerda mana bu ikkovi ketadi, bu ikkovi yig'ilib 16 ta x bo'ladi. Buni ochsak 5 ta x kvadrat minusdan 45 bo'ladi. Shu yerda tenglamani yechishda bitta shakl almashtirish olsak, menimcha qulayroq bo'ladi. Buni bu yoqqa yozib olamiz. Shakl almashtirishlarni o'rganganmiz. Endi 5 ta x kvadrat oldiga 16 x kvadrat o'tkazamiz minus qilib, minus 45 turaveradi. Teng 0. Bu mana tenglamani yechib qo'yamiz. Mana shu tenglamani yechaman. Yechganimizda chiqqan javob 3 minus 3 chiqmasa bo'ldi. 3 chiqsa buni 0, minus 3 chiqsa buni 0 qilib qo'yaylik-ku. To'g'rimi? 3 bilan minus 3 chiqmasa bo'ldi. Qolgan nima javob chiqsa shu olib ketaveradi. Bu tenglamani yechishda xohlasak diskriminantga qo'y, xohlasak x kvadrat minus 16x dedan bu 5 ni ko'paytirib. Ko'paytirib olsak necha bo'ladi? 25, 225 bilan teng 0. Betga ajratamiz, ko'paytirsak. Shuni qo'shsak minus bo'lgani uchun plus 16 ni beradigan qilib. Necha kara necha qilib olsak bo'ladi? 25 kara 9 qilsak bo'ladi. Mana bunga minus qo'yib qo'yaman. Ko'paytirsak buni qo'shsak plus 16 ni beradi. Demak, tenglamani birinchi yechimi 25 ni 5 ga bo'lsak 5, ikkinchi yechim minus 9 ni 5 ga bo'lsak minus 9 taqsim 5 bo'ladi. Ikkalasi ham javob bo'la oladi. Tushundingmi? Marhamat, doskani ko'chirib olamiz. Xo'p, davom etamiz. 5 dan 9-inchisi shu gapda kasra tenglamami? Mahraj berib tashlayverasan. Algebra kasralarga mahraj berganda. Mana 1 ga to'liq beriladi mahraj, to'g'rimi? Bu 1 ga nima? X plus 1 ning kvadratidami mahraj? Hozir hammasiga. Mana 1 ga x plus 1 ning qavs kvadratini. Mana 5x ga esa x plus 1 ko'payadi. Bu hech narsa ko'paymaydi. Shunday tushib ketadi mahraj. Aniq. Bu mana shu tenglamani chiqarsa. Bu tenglamani yechish uchun demak qavslarni ochasan, formulalar bor. Formulalarga tashlaysan. Demak, tashlaysamiz, formula bo'yicha ochasan demoqchiman. Ochamiz, ketdik qaranglar. X kvadrat plusdan 2x plusdan 1 olsak 5x kvadrat plusdan 5x teng 6x plus 2. Ana, o'xshash qadlar hisoblab tashlaymiz endi. Boshlayman. Mana bu ikkalasi 6x kvadrat. Mana bu ikkalasi 7x. Bir turaver ekan. Bu yoqda 6x plus 2 turibdimi? O'tkazaman bu yoqqa. 6x kvadrat 7x yoniga mana 6x o'tkazaman minusda. 1 turadi, 2 ni o'tkazaman bu yoqqa. Demak 6x kvadrat 7 dan buni ayirib tashlasak plus x bo'ladi. Bundan buni ayirsak minus 1 bo'ladi. Tengmi? Bu mashina nima ish tashlash kerak. Tenglamani yechaman, chiqqan javob minus 1 chiqmasligi kerak. Bilasizmi? Minus 1 chiqsa chunki mana minus 1 plus 1 0 bo'lib qoladi-da. Bundan boshqa hammasi javob bo'laveradi. Demak buni qanday yechaman? Xohlasak diskriminant bo'yicha ishlagan, xohlasak buni bu yoqqa o'tkazib olasan. Daga betga ajratasan. Necha kara nech? Minus 3 kara 2 bo'ladi. Ko'paytirsak minus 3, o'zir minus 6, qo'shsak minus 1 deb beradi. Endi haqiqiy yechimlarga qaytmoqchi bo'lsak, minus 3 ta 6 ga bo'lsak, minus 3 taqsim 6, ya'ni 1 taqsim 2. X 2 yechimchi, 2 ni 6 ga bo'lsak, 1 taqsim 3 bo'ladi. 2 ga qisqartirib bersak. Bu ikkalasi ham javob bo'ladi. Qanoatlantiribdi. Shunga ketdik keyingisi. 13-savol olib ketamiz. 6 ning 13-savoli. 5 ning 13-si.
Xo'p. Qaranglar. X plus 2 plusdan 1 taqsim x plusdan 1 x plusdan 2 barobar 1 taqsim x plus 1. Tenglamani yechiniga. Bu tenglamani yechishni nima qilish kerak? Mahraj berib tashlayverasan. Bu mahraj nimaga ko'rinib turibdi-ku? To'g'rimi? X plus 2 bunda bor. Bunda x plus 1 bor. Bunga ana x plus 5 ga nima ko'payish kerak? X plus 1 ko'payish kerak. Bunga hech shart emas. To'g'ridan to'g'ri tushib ketadi. 1 ga yechishsa kerak emas. Mana bu 1 ga esa x plus 2 kerak. Bu qavslar ochib soddalashtirib tashlayman. Olsak x kvadrat plus 2 plus 5x plus 5 1 buni olsak x plus 2. X kvadrat plus 6x plus 6 bu bularni yoqqa o'tkazaveraman birdan. X kvadrat bundan buni ayirsak plus 5x bo'ladi. 6 dan 2 ayirsak 4 bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerga ajratsak minus 4 karra minus 1 bo'ladi. Ko'paytirsak minus plus 4 ni, qo'shsak minus 5 deb beradi shundaylar. X birimiz minus 4, x 2imiz minus 1. Diqqat, mana bunisi javob bo'ladi. Mana bunisi bo'sh to'plam bo'ladi. Nima uchun? Chunki minus 1 ni mahraja qo'ysak, minus 1 plus 1 0 bo'lib qoladi. Mana bunisi minus 4 ni qo'ysak 0 qilmaydi mahrajni. Shuning uchun, demak, hozir bu yerda ikkita javob chiqqanini, bittasini javobga olasan, ikkinchisini ola olmaysan. Bu yerda ikkita javob chiqqanini, ikkovi ham javob bo'la oladi. Farqi nima uchunligini tushunib yetdik. Bu chunki ikkovi 0 qilmaydi mahrajni. Bu esa bittasini 0 qilib qo'yib, shuning uchun 0 qilib qo'ygani uchun 0 qilgani chiqib ketyapti, 0 qilmagani qolyapti. Mana bu doskani ko'chirib olinglar. Ikkita misolimiz qoldi. Xo'p, davom etamiz. Aynan. Nima qilish kerak? Umumiy mahrajni tashlab olish kerak, lekin mahraj nimaligini bilish sal muammoda. Chunki mana bular sirli ko'paytiruvchiga ajratilib, mana bular bitta yoyib olinsa, mahraj nimaligi aniq va tiniq ko'rinadi. Hozirgi vaziyatda mahraj nimaligini bilish hozirgi vaziyatda qiyinroq. Shuning uchun nima qilaman? Qaranglar. 5 mana buni yoyaman. X minus 2 x plus 2 bo'ladi. 8 buni yoysam. X minus 1 x plus 1 2. Mana bu sirli ko'paytirsa nima bo'ladi? Bir yetkazilsak 2 kere 1 ko'p, ko'paytirsak plus 2 ni, qo'shsak minus 3 plus 3 ni beradi. 3 2 1 bo'lgani uchun x minus 2 x minus 1 bo'ladi. Minus 20. Mana bu sizga ko'paytirsa nima bo'ladi? Minus 2 kere minus 1 ko'paytirsak plus 2 qo'shsak minus 3 ni beradi. To'g'rimi? Xo'p, 20 taqsim x plus 2 x plus 1 bo'lib qoladi. Minus bo'lgani uchun plus bo'lib qolyapti. Sababini aytganmiz. Buni bittada ko'rsatganman vaqtida. Ana chizig'ida ko'paytiruvchi ajratilgandan keyin mahraj nimaligi ko'rinib qoldi yani. Endi 2 2 1 1, to'g'rimi? Faqat plus minusda o'ynayapti. Boshqa qo'shimcha narsa yo'q. Mana bunda 2 2 u ham bor, plus minuslik, lekin 1 yo'q plus minuslik. Mana bu 5 ta. To'g'rimi? Demak, mana 5 ga nima kerak? X minus 1 bilan x plus 1 kerak. Chunki 2lari bor, 1lari yo'q. Mana 8 gachi tagida 1lari bor, lekin 2lari yo'q. Demak, mana bu 8 ga nima kerak? X minus 2 bilan x plus 2 kerak. Teng 2. Mana bunda ham 2 ham 1 bor, minusliklari bor, lekin shuni plusliklari berilmagan bunga. Demak, men shunga x plus 2 bilan x plus 1 ni ko'paytirishim kerak. To'g'rimi? Mana bu 20 ga esa 1 ham 2 ham bor, plusliklari bor, lekin bularga minusliklari yetishmayapti. Mana bu mahraj tushib ketdi. Tushundingmi? Endi nima qilaman buni? Qavslarni ochib, soddalashtirib tashlayman. Mana bu 5. Turaveradi, mana formula. X kvadrat minus 1 deb beradi. 8 ham turaveradi. Bu ham formula. X kvadrat minus 4 deb beradi. Teng 2. Bu yerda formula emas lekin, buni bitta ochib chiqish kerak. Ochib chiqaman, ketdik. X kvadrat plus 2 plus 2x plus 2, yani minus 20. X kvadrat minus 2x minus 2x 2 dan minus plus 2 bo'ladi. Endi ketdik. 5x kvadrat minus 5 minus 8x kvadrat plus 32 bo'ladi. 2 dan minus plus bo'ladi. Bilasizmi? Davom ettiramiz. 2x kvadrat 2x 4x 4 minus 22x kvadrat plus bo'lib qoladi. 22x 2 dan minus plus 40 bo'ladi. Minus 40 bo'ladi. Endi soddalashtirish ishlari borlar. 5 dan 8 ayirtashsak minus 3x kvadrat. Minus 5 plus 32 bu 27 ni beradi. Qarama-qarshi kattasi keladi. 2x kvadratdan 20x kvadratni ayirtashsak minus 18 bo'ladi. X kvadrat. 2 ga 4 6, 6 ga 20, 26, 26 ga 40 qo'shadigan bo'lsak
66x bo'ladi. 4dan 40 ta ayirib tashlasak, minus 36 bo'ladi. Shuncha narsada shu holatga keladi. Yana o'tkazam bir tarafa. Minus 3x kvadrat yoniga plus qilib buni o'tkazib olaman. Plus 66 bu yoqqa minus 66 o'tadi. Plus 27 ni oldiga esa mana 36 plus o'tib oladi. Tengmi? Endi minus 3 plus 15 qarama-qarshi. 18 15x kvadratni beradi. Bu yerda minus 66 qoladi. Bekuvchi bir xil qo'shib oladi. 27 ga 36 ni qo'shsak necha bo'ladi? 13 biradida 63 bo'lar ekan, tengmi? Bo'ldi, mana shu tenglamani yechish kerak. Bu tenglamani yechishga bitta narsaga e'tibor bering. Hammasi bir xil songa bo'linsa, bitta shu songa bo'laversak, kichikroq songa o'tib, hisob kitobi oson bo'ladi. Hammasi 3 ga bo'linadi-ku. Shunday 3 ga bo'laveraylik-da hammasini. 3 ga bo'lsa bu 5. 3 ga bo'lsa 22. Bu 21 bo'ladi, to'g'rimi? Tengmi? Mana shu tenglamani yechamiz. Bu tenglamani yechamiz. Bu tenglamani yechganda chiqqan javobimiz 1 2 minus 1 minus 2 chiqmasligi kerak. Chunki 1 bo'lsa buni 0, minus 2 chiqsa buni 2. Minus 2 qisqasi minus plus minus 1 plus minus 2 chiqmasa, qolgan nima chiqsa shu javob bo'ladi. Xohlasak diskriment bo'yicha ishla. Xohlasak ham deb qilsak ham bo'ladi buni. X kvadrat 22 x plusda buni bu yoqqa ko'paytirib olsak 105 bo'ladi. Tengmi? Necha kira necha 105? Qo'shsak 22 ni beradi. Qo'shani o'ylash kerak endi. Ya'ni 15 kira 7 105 qo'shsam 22 ni beradi. Demak, tenglamani birinchi yechimi 15 da nimaga ko'paytira oldim? 5 mi? 15 da 5 ga bo'lsak 3, ikkinchi yechimchi 7 ni 5 ga bo'lsak 7 taqsim 5. Ikkalasi ham javob bo'ladi. Chunki bizlar yuqorida gapirdik-ku, plus minus 2 bilan plus minus 1 chiqmasa bo'ldi dedik, to'g'ri? Marhamat, doskaga ko'chira olasizlar. Xo'p, davom etamiz. Qaranglar. Uni mahrajni tashlash kerak, to'g'rimi? Mana nima qilamiz, qaranglar. 3 taqsim mana ochamiz. X minus 1 x plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Bu-chi x plus 1 ning qaus kvadrati yig'ishtirib olsak, to'g'rimi? Sal e'tibor bersak. Xo'p, bu-chi x minus 1 x plus 1 bo'ladi. Xo'p, ana endi mahraj nimaligini bilib oldik. Xo'p, x plus 1 hammasida bor. Lekin mana bu ikkita bor. Demak, menga bitta kerak. To'g'rimi? Ana 30 ga nima kerak ekan demak? X minus plus 1 kerak ekan. 13 ga hurmatli o'quvchilar, x plus 1 dan ikkita bor, lekin minusi yo'q. X minus 1 kerak. Tushunyapsizmi? 7 minus 18 x ga esa x plus 1 kerak. Chunki bunda x plus 1 dan bitta bor. Bizda ikkita bor. Demak, bunga bitta yana kerakligi uchun yana bunga tepaga ko'paytirib tushirish kerak. Qisqa shu kerak bunga. Tushundingmi? Bo'ldi. Qavusni ochmadan nasib tashlayman. Mahraj tugadi, shu bo'ladi. Mahraj berildi, tushib ketdi, shu holatga keldi. Qavusni ochsak 30x 30 minus 13 da x plus 13 bo'ladi. Mana ochib chiqaman. 7x plus 7 minus 13 da x kvadrat, 13 da deb yozdim, 18 da x kvadrat minus 18x. Endi qavuslar ochilgandan keyin o'sha shakldan soddalashtirib olaman birinchi. 30 dan 13 da yatdasak necha bo'ladi? 17x bo'ladi. Bu ikkovini qo'shsak 43 bo'ladi, to'g'rimi? Teng. 7 ga 18 ayrilib ketsa 11x bo'ladimi? Minus 18x kvadrat plus 7 ham turaversin. Endi barchasini bu tarafga o'tkazib olaman. To'g'rimi? Bunday qilaylik-da. Minus 18 ku birinchiga o'tib ketadi 18x kvadrat bu. 17x yonboshiga mana 11 o'tadi plus bu. 43 yonboshiga mana plus 7 bu yoqqa minus 7 o'tib oladi. Tushundingmi menimcha? Endi. Bu 18x kvadrat turaveradi. Mana ikkovi qo'shilsa necha bo'ladi? 28x bo'ladi. Bu ikkovini ayirib tashlasak 36 bo'ladi, tengmi? Hammasi bir xil son. 2 ga bo'linadi, 2 ga bo'layveramiz shuning uchun. 2 ga bo'laversak 9x kvadrat 14 da x plusdan 18 bo'ladi, tengmi? Bu mana shu kvadrat tenglamani yechish kerak. Tushundingmi? Shu kvadrat tenglamani yechganimizda bir-biran minus 1 chiqmasa bo'ldi. Qolgan nima javob chiqsa shu javobni topib ketsak bo'ladi. Buni xohlasak diskriment bo'yicha ishlanglar, xohlasangiz bit bo'yicha ishlanglar. Bit bo'yicha ishlayman desalar, 9 bilan ko'paytira olasizlar. 18 ga 162 bo'ladi. Necha kira necha qilsak bo'ladi? Ko'paytirsak buni bersin, qo'shsak 14 ta bersin-da. Bermaydi. Diskriment nafi. Buni o'chirib tashlayman. Bu ajratilmaydi. Diskriment mana o'ziga qo'ygan necha bo'ladi? 14 kvadrat 196 minus 4 a s ku. 4 formula bor. A s
Vetga ajralmaydigan misollar diskriminatga qo'yiladi. 36 bo'ladi. 36 ni bola 18 ga ko'paysa juda katta sum ketadi. U 36 ni 18 ga emas, 10 ga ko'paytirgan taqdiringda 360 bo'lib ketadi. O'zi ayrsang manfiy bo'lishi aniqda. Bo'shliqlar. Demak, yuqorida tengdan bo'shliqlar ketadi. Chunki mahraj berib tashladik, tenglamay hech mo'sh chiqmadi hechim. Demak, bo'shliqlar bo'ladi. Shu bilan tahlilimizni yakunlaymiz. Doskamizni ko'chirib olasizlar.